10 ta orzungizni amalga oshirish uchun 27 kunlik Semaron ongosti amaliyoti. Buning uchun bizga oq qog'oz kerak bo'ladi. Oq qog'ozga qizil ruchka bilan 10 ta orzungizni yozib chiqasiz birma-birlikda. Misol uchun mashina olish, uy olish orzungiz bo'lishi mumkin yoki o'zingizga nimadir, xonadoningizga nimadir xarid qilmoqchisiz. 10 ta orzungizni yozasiz. Va 27 kun davomida har kuni uxlashdan oldin yostig'ingiz ostiga qo'yib uxlaysiz va har kun uyquga yotishdan oldin qog'ozni olib bir marotaba o'qib, istaklarimni mo'jizakor kuchlarim, ya'ni butun borliq amalga oshirishga kirishmoqda. Ha, shunday bo'lsa, ilohim shunday bo'lsa, 27 ga 108 marta deb aytib uyquga ketasiz. 27 kun bajarasiz, bir kun ham qoldirmasdan. 27 kundan so'ng qog'ozni minnatdorchilik bilan yoqib yuborasiz. Orzularingizga erishish uchun yo'llar ochila boshlaydi. Bundan ham ko'p Semaron amaliyotlari bizning Telegram kanalimizda mavjud. Linkini esa opissiyada topishingiz mumkin. Albatta a'zo bo'ling.